Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga navbatdagi ugolovimizni video obzorini boshladik, xudo xolasa. Xo'p, bu razmerimiz 320 ga bunaqasi 4 metrdan qilingan, ikki tarafi P shaklda qilib, ikkita pufik, keyin xon taxtasi eni 120 ga, uzuni 2,5 metr qilingan. 7 ta korpusdan iborat bo'ladi. Xonasining razmeri shunaqaligiga shuni qilib berdik, xudo xolasa. Buni Toshkentdan o'zlari kelib, spetsalniy xuddi shu zakasni berib ketishdi. Mana hozir endi xudo xolasa bugungi chislo 3-iyul bo'lsa, bugun xudo xolasa buni yuklab olib ketyapmiz. Yana manziliga olib borib, uyiga chiroyli qilib terganimizdan keyin yana bitta syomkasini qo'yamiz. Xudo xolasa kimga shunaqangi ugolovlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar, xudo xolasa sizlarga ham shunaqa qilib chiroyli qilib beramiz. Xo'p, razmerini aytib o'tdim. Sidinasiga keladigan bo'lsak, rossiyskiy pampers prujinada bo'lgan. Yog'ochlariga keladigan bo'lsak, polniy 100% sasni yog'ochda bo'lgan. Mashinchalik ichidan tera chiqib bo'lsa, shu komplektda aytaman, bekarga deyman. Men lazimda turaman, xudo xolasa. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, aytaverasizlar. Xo'p, orqalari ham o'zini materialda qoplangan, polniy. Sidinasining kengligi 60 bo'lgan. Paraloni suyanadiganida xudo xolasa bemalol bel botmaydi. 10 ta yostiq qilib berganmiz, 2 ta mahanaga pufik qilib berganmiz. Hozir bunga где-то 15 tadan oshiq bemalol bir 17 ta 18 ta odam o'tirsa bo'laveradigan qilib xudo xolasa qilganmiz inshaalloh. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini xudo xolasa buni Toshkentga yetkazib berishimiz bilan xudo xolasa 9,5 million so'mga dastavkasi ichida kelishdik. Kimga shunaqangi xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga ham doimgidek xizmatlardamiz. Telefon nomerlar qoldiramiz. 100 ming so'm zakat evaziga 12 ta viloyatga shunday chiqarib beramiz. Dastavkasini kelishgan holatda. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. Manzilimiz Andijonda. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Telefon nomerimiz bor. Xo'p, yana bitta xuddi shunaqa ko'k razmerimiz. Bu mana bunaqa goldga kombinatsiya qilingan. Mana ko'rishinglar mumkin. Razmeriga keladigan bo'lsak, 430 ga 230. 6 ta yostig'i bor, 4 ta mashaqangi tumbasi bor. Xon taxtasini 6 oylik, prosta o'rtadagi oyog'ini olib qo'yganmiz hozir. Uzuni 275 ga, eni 90 qilib, xuddi shu komplektimiz hozirgi kunda nalishnikda bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lgan bo'lsa, bonus bilan chiqarib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida hozir mana shu komplektimiz 5,5 million so'm. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib yetkazib beramiz. Dastavkalarni ham kelishamiz. Boshqa viloyatlarga bo'ladimi, qayerga bo'lishidan qat'iy nazar dastavkasini xudo xolasa kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkasi tekin. 100 ming so'm zakat berasizlar, qolganini borgandan keyin berasizlar. Bu ham 100% sasni yog'och, rossiyskiy pampers prujina, keyin mo'yshiy materialda bo'lgan. Hozirgi kunda mana upakovka qilib qo'yganmiz. Chunki endi ob-havolarimiz hozir changligini hisobiga birpasda chang o'tirib qoladi. Artib, tozalab ishlatsanglar bo'laveradi bemalol. Kimga kerak bo'lsa telefon nomerlarini qoldiraman. Ismim Nodirbek. Aloqaga chiqsanglar chiroyli qilib beraman. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Doimgidek sizlar bilan Nodirbekman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sizlarga navbatdagi ugolovimizni videosini boshladik. Xudo xolasa, shu aytib o'tganimizdek, panteramizni boshqacha rangi bu. Ko'ksini deydi. Toshkentdan bitta hoji akamiz zakas qilgan, olib kelib o'rnatdik mana xudo xolasa Andijondan kelib. Xo'p, razmeriga keladigan bo'lsak, ro'para tarafi 320 ga, ikki tarafi 4 metrdan qilib yasalgan. Ikkita pufiga xon taxtasini 120 eni, uzunligi 2,5 metr, 6 oylik qilib qilingan bu ham. Xo'p, ichlariga keladigan bo'lsak, 100% sasni yog'och, rossiyskiy pampers prujina 22 pul 30 machalka. Keyin mo'yshiy materialda ham bo'lib ham rosa qalin material. Orqalari ham o'zining materialda ishlangan. 100 ming, 200 ming zakat evaziga mana shunaqa narsani tayyorlab beramiz. Xonadonlarga olib borib, xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatib ham beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilsanglar, xudo xolasa, ismim Nodirbek. Aloqaga chiqarasizlar, telefon nomerlarini qoldiraman. Telegram, WhatsApp, imo nomerlarimiz bor, xudo xolasa. Narxiga keladigan bo'lsak, buni hoji akam anchadan beri kuzatganning hisobiga bonus qilib 9 million so'mga qilib berdik, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, murojaat qilsanglar, sizlarga ham chiroyli qilib beramiz. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.